Narg'ilon deb bergan batda otga cho'ntagingizga ham qo'l solib turib qanaqa muomala qilishim kerak? Qanaqa shevada gaplashishim kerak? Qanaqa shevadaga? Shevani nima aloqasi bor? Yo'q, просто qo'lingiz cho'ntagingiz cho'ntagingizni nima aloqasi bor? Otlimanmi, yaptilimanmi? Nima aloqasi bor, aka? O'zbekiston bu. Gapiravering, aka, cho'mka bo'lish kerak-ku. To'lashimiz davom etyapti aka. To'xtagan yo'q. Vaqtida bitmagani sababi nima, aka? Vaqtida bitmagan sababi endi o'zi stroyga bir yilda hayotda bitmaydi aka. Ko'p etajli 2 yil, 2,5 yilda bitadi aka. Loyiha bo'yicha u bir yilda hech qachon bitmaydi aka. 9 etajli uylar. Sababi betonni o'ziga yarasha Boshlagansiz qancha bo'ldi? Hozir ikkinchi yil endi bo'lyapti aka. Hozir remont ishlari qolgan xolos. Shartnoma bo'yicha qachonga topshirishga kerak? Shartnomada masalan ko'rsatib berilmagan. Bu kuni bitkizib topshiramiz. Ya o'z shartnomada ko'rsatiladi-ku. Biz shartnomada ko'rsatmaganmiz. Bu kuni bitadi deb. 2 yil davomida bitkizib beramiz deb. Remont ishlari arzimagan ish qolgan aka. 5-10 kunda. Men 2024-yilda shu domdan uy olgan edim shartnoma asosida. 120 millionga yaqin pul to'lab qo'yganman. O'tgan yili sentyabr oyida bitkizib topshirilishi kerak edi. Men sentyabr oyida kelsam, meni uyimdan boshqa odam chiqdi, yashayotgan ekan. Quruvchiga murojaat qildim. Meni uyimdan nima uchun birov chiqyapti desam, uni hokimiyat berdi dedi. Xo'p, sizga dedi, boshqa beraman dedi. Uni ham kutdim, uni ham bitkizib, ertadan boshqa odam chiqdi, boshqasiga sotib yuboribdi. Undan keyin yana 3-chisini berdi o'rta podyezddan. Uni ham bir ayolga sotgan ekan. Unda ham kalit bor, menda ham bor. Yo pulini bermaydi 2 yildan beri, yo uyda bitkizib bermaydi. 3 marta aldadi meni. Boshqa ishonchim qolmadi bu quruvchiga. Biz uyimiz buzilganda, kelishilgan holda uy bergan yo'q hech kimga. Uyni to buzib olgungacha rosa yalinib yurdi. Hozir endi biz o'sha uyimizni talab qilib prokuraturaga chiqsak, sizlar ustimdan ko'p yozyapsizlar deb hozir akam uyini yo'q qilib qo'yapti. Bitta uyni 5-6 kishiga sotib yuborishgan shartnoma shunaqa. Men kirishimdan oldin ham rosa bitta qizga uyni sotib yuborgan, rosa urush janjallar bilan chiqqanman. 2024-yilda 5-sentyabr kuni uyimni buzgan. Chiqmaymansam uyimni tomini ochib yubordi, devorlarni buzib yubordi, turpoqlar ichida mana shu yerda hamma guvoh. Ana hozir 9 oy bo'lyapti ko'chib chiqqanimga, hali kadastran darak yo'q. Uyimni montajni hammasini pulimga boshqalardan o'zim qildirdim yonimdan. Hozir mana oshxonamdan soat o'ryapti, skotch o'rab qo'yganman. Hammomga kira olmaysiz, oshxonaga kira olmaysiz. Balchiqni hidiga chidab bo'lmaydi. Montajlarni qo'l tegdi, anaqa tegdi qilib ketishgan. Ana haligacha kadastrni qilib berishgan. Kadastr uyda na domimizni nomeri bor, na uyimizni nomeri bor. Biz kadastrli uyimizni buzilganmiz. Qilib beraman deganman. Hadi men 1 yil bo'ladi. Qilgan yo'q hali eshitdim.